Kia Sportage avtomobili. Bu avtomobilimizda bize metan ustanovka qilib berganmiz. Videoni oxiridan ko'rsangizda necha litrlik gaz balon qo'yiladi, necha so'm bilan doladi, necha kilometr yurishi bo'yicha qo'llikda obzorlarini qilib beramiz. Bu avtomobilimizda biz Stak brend ostida ishlab chiqargan abordiyani ustanovka qilganmiz. Injektorlarimizni W02 Sportini variant injektorlarini ustanovka qilganmiz. Polshan abordiyani bo'ladi. Hamma vaqtida hech chiqarmaslik uchun pogni chalankalar bilan ustanovka qilingan. Adax reduktorlar bilan ustanovka qilingan. Kompyuter sistemasini keladigan bo'lsak, Stak brend ostida ishlab chiqarilgan Polska abordiyani bo'ladi. Stak Connect kompyuterlar bilan ustanovka qilingan. Mashinamiz hozir 100% gazli ishlatib turibdi. Motor qismini tekis set ishlatib turishini bemalol ko'rishingiz mumkin. Ustanovka jarayonini bir baho berib, like bosib ketasizlar. Avtomobilimizni aslanı krentlarimizda balon qismi muhim. Necha litrlik balon qo'ysam, necha kilometr yuradi, necha so'm bilan doladi deb so'raydi. Kia Sportage avtomobilini 4 dan 37lik, 3 dan 37lik, 65, 75, 80, 90 litrlik bemalol ustanovka qilaverasiz. 3 dan 37lik 90 litr oladi, 1 dan 90lik bilan deng oladi, 90 ming, 100 ming so'm bilan doladi. Bugungi kunda 220, 250 kilometrdan shaharning ichida bemalol yurib beradi. 4 dan 37lik qo'ysangiz, 300 kilometrdan bemalol yuradi. 130, 140 ming so'm bilan doladi. Bu avtomobilimizda biz 3 dan 37lik nuqta qalasa mukammal etib cho'tka etib ustanovkalarni qilib berdik. 250-220 kilometr shaharning ichida xudo xohlasa bemalol yurib beradi. 90 ming, 100 ming so'm bilan doladi. Xullas, galavelasda servisimizda hali ishlarimiz davom etib turibdi. Onix Premier avtomobil metan ustanovka. Hyundai Elantra avtomobilimiz metan ustanovkalari davom etib turibdi. Pastda telefon nomer qoldiramiz narxni ola bo'yicha bemalol galavelasda.